Assalomu alaykum azizlar, ko'plab do'stlarimiz bizga aktual savollar bilan murojaat qilishdi va bu aktual savollarga javob topish uchun bugun biz maxsus qahramonimizni taklif qildik. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni va mehmoni Rustam aka. Rahmat Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iymon vodiysi bo'lishligini biz endi o'qiganmiz. Siz Iymon vodiysini qanaqa odamlar bilan qo'llab, nima deydi, quvvatlashini orzu qilasiz? Ishchini ishga olganingda nimaga qaralish kerak desa, birinchisi mutaxassisligiga, keyin omonatdorligiga, keyin boshqa narsalarga. Siz O'zbekistondagi hech kim qilmagan sohaga kiryapsiz, noaniqlik sifatida kiryapsiz. Bu energiyani, bu drayfni, bu ishonchni qatdan podpitvot qilasiz. Va Islom bank qonuni chiqqandan oldin biz 6 oy oldin olganmiz bu narsani. Ya'ni oldindan bilganmiz. Matematika raqamlarda fikrlab, qalbi bilan qaror qabul qiladigan mana shunaqa founderlarni har doim yoqtiraman. Men umuman qabul qilmaydigan narsa bu mas'uliyatni qismaslik. Xohlaganlar sizni xohlash uchun nima qilasiz? Zo'r savol. Assalomu alaykum azizlar, kapital investorlar psixologiyasi va shu bilan bir qatorda kontakt loyihalarida ko'plab do'stlarimiz bizga aktual savollar bilan murojaat qilishdi va bu aktual savollarga javob topish uchun bugun biz maxsus qahramonimizni taklif qildik. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni va mehmoni Rustam aka. Rahmat Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iman Invest, Iman Holding, Imanu va ko'plab Iman so'ziga oid loyihalarning asoschisi, rahbari va bugungi kunda yangi rivojlanayotgan sohani vakillari bilan biz bugun aynan investorlar psixologiyasi bobida masalani aktual jihatlarini ochamiz. Rustam aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sizni sog'indik, ko'rib xursand bo'ldik. Kecha Koreyada, Yaponiyada va bugun ertalab o'zimizni kursdoshlarning klubida bir qancha savollar Iman loyihasi haqida, Iman Invest loyihasida va Iman brendini, holdingini, produktlari haqida har xil ko'rinishda menga savollar keldi. Siz baribir fikr yetakchisiz, siz ular bilan do'stsiz, bitta klubdasizlar, bir-biringlar bilan oldi-berdi, bordi, keldi qilgansizlar. Ular haqida fikringizni eshitib, men do'st sifatida, klubdagi aka sifatida, yaxshi inson sifatida qadrlaymiz munosabatlarimizni. Hurmat qilamiz, lekin ichkari produkti sizlar bilan bir qatorda bugun ko'rsatuv doirasida ko'plab savollarga javob topamiz dedim. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizga rahmat taklif uchun. Ko'plab keyslarni, holatlarni eshitamiz-ku, yoki bu banklarni litsenziyasini atazvat qilishdi, chunki admin resursi, moliyalashtirishi, ustanoy fondlari boshqalari bo'lmagani uchun. Iman Invest yaxshi niyat bilan islomiy bank sifatida tarixiy birinchi 3 ta yo birinchi 5 ta bank safidan o'rin olmoqchi. O'sha talablarga javob bera oladimi? O'sha moliyaviy resursi bormi, o'sha ustanoy fondlari bormi, o'sha bank talablariga, ruxsatiga, litsenziyasiga oladigan baryerlarni bosib o'ta oladimi? Xo'p, birinchi savolga javob beraylik. Nima uchun Centralniy bank banklardan litsenziya tortib oladi? Birinchi asosiy, o'zi ikkita asosiy sabab bor. Birinchisi o'sha potrебительlarni yoki qanaqadir boshqa qonunlarni buzsa. Masalan, aytaylik, mana yaqinda shu brendlarning nomini aytmaymiz, noto'g'ri bo'ladi. Bir nechta bankka shtraf soldi. Nimaga? Chunki skrytый shtraf, skrytый penya, do'g'rida 25% kredit stavka yozilgan, lekin 50, 60, 70% undirgan va hokazo hokazo. Ya'ni qonunlar yo buzilsa yoki hiyla orqali buzishga harakat qilinsa. Va hidden cost deydi. Hidden cost, yashirin qanaqadir sxemalar va odamni zararga keltirsa. Odam bilmasa ham bu degani podpisatsiya qilib qo'ygan. Podpisatsiya qilingan, yo bu etishi mumkin, bank etishi mumkin, yo o'zi podpisatsiya qilindi, lekin Centralniy bank nima deydi? Yo 50% dan foiz ko'proq bo'lish kerak emas. Ko'proq qilding. Har xil hidden costlar evaziga. Yo masalan, u 50% kreditning nagruzkasi bo'lish kerak. Sen har xil anula ishlatib, qilib, noto'g'ri scoring qilib, nagruzka ko'p berib yording. Nima uchun bu narsani kontrol qiladi? Chunki ikkinchi masala bor. Ikkinchi masala deganda o'sha kovenantlar bor. Ya'ni raqamlar. Qanaqa raqamlar desa, eng asosiysi to'lamaslik. Yomon portfel. Yomon portfel bu nima degani? Odamni перегруз qilyapti. Odamlarga yoki qarzni yukini oshirib yuboryapti, shunga odamlar to'la olmayapti.
Ularni stressga olib kelyapti, norozilikka olib kelyapti va hokazo. Jamiyatni noroziligiga olib kelyapti va shu sababli ertaga o'sha NPL yomon kreditlar, yomon to'lovlar ko'payib ketsa, bu umuman bankni qulashiga olib keladi. Bank qulashiga olib kelsa, nima bo'ladi? Depozitlar ham pulni yo'qotishadi. Ya'ni nimadir sotib olgan, kredit olgan odamlar norozi, perigruz qilib stressda to'lamayapti nimadir va depozitorlar pulni olishmayapti va yo'qotishdi. Oxirida davlatga nagruzka bo'lib tushdi yana. Ya'ni umumiy qilib aytganda noto'g'ri qanaqadir narsalar, noto'g'ri qurilmalar, tizimsiz qanaqadir narsalar jamiyatga zarar olib kelyapti. O'sha narsadan Sentralniy bank qutqaradi jamiyatni. Mana shunaqa tizimsizlik regulyator sifatida. Eng asosiy maqsadini bildik endi. Va nima uchun litsenziyani atazvat qiladi? Ko'proq depozitlar jalb qilmasdan, ko'proq o'shanaqa yomon kredit bermaslik uchun, zarar kattalashmasligi uchun постоянно o'sha o'zini o'sha kapitali, bankning kapitali masalan 10% aytaylik $500 million portfel bo'lsa, 10% kamida bo'lishligini nima uchun ta'minlaydi? O'sha 10% potensial risklarni yopishlik uchun. O'zi buferi bo'lish kerak. Bufer. Masalan, hozir bankda $50 million kapital bo'lsa, bu degani $500 million portfelga ega bo'la oladi. Kattaroq portfel qilmoqchi bo'lsa, yana dopoplaniye qiladi ustavnoy fond. Ya'ni bu minimum. Endi bu tepasiga chiqishga haqqi bo'lmaydi. $50 million kapital bo'lsa, 500 dan tepasiga chiqishga. Bu portfelmi ko'proq xolasa 60 million, 70 million, 80 million qiladi. Endi bu ko'rsatkichlarda qanaqa ko'rsatkichlar? Yomon kreditlar, ikkinchidan o'sha minimal ustavnoy kapital eng asosiy ko'rsatkichlar. 3-chi, 4-chi, 5-chi u minimal. Masalan, limitlar qo'yiladi. Har bitta mijozga mana shuncha kreditdan ko'proq bo'lmasligi, portfel diversifikatsiya bo'lishligi, masalan, mikrokredit emas, avtokredit, ipoteka, biznes moliyalashtirish ko'proq bo'lishligini, ya'ni regulyator направление qilib turadi. Bozor mana shunaqa направлениеga ko'p o'tlab ketyapsizlar, slishkam mikrokreditga hozir. Yoqqa yuringlar. Avtokredit slishkam ko'p berib yuryapsizlar. Mapga yuringlar. Biznesni ko'proq moliyalashtiringlar. Taqiqlar, har xil portfellaringda mamnuncha ulushi ko'p bo'lmasin deb har xil kovenantlar beradi. Endi bu kovenantni bajarmaydigan banklarda albatta Sentralniy bank nima qiladi? Zamechание qilib, oxirida zamechaniyani etmasa, korrektirovkalarni quloq solmasa, litsenziyasini tortib oladi va sekin nima deydi, o'sha jamiyatga zarar keltirmaydigan holda bu narsani yopadi. Ya'ni likvidatsiya qiladi. Endi Iman Invest haqida gapirsak, Iman Invest masalasi da birinchi o'rinda biza litsenziyani qo'lga kiritdik уже. Biza litsenziya mavjud Sentralniy bank asosida. Lekin Islomiy bank litsenziyasi emas, mavjud bo'lmagan hali litsenziya. Islomiy mikro moliya litsenziyasini qo'lga kiritdik. Farqi bor uni? Farqi bor. Faqat Islomiy mikro moliya litsenziya nima qiladi? Faqat moliyalashtira oladi. Murobaha, ijara, ya'ni uy, mashina, oddiy texnika, maishiy texnikalar. O'sha darcha degani shu-da endi hozir. Yo'q, darcha emas. Darcha alohida narsa. Bu mikro moliya organizatsiya. Mikro moliya tashkilot. Islomiy ni qo'lga kiritdik. Bu nima degani? Bu degani 3 oy harakat qildik. 3 oyda birinchi topshirishda qo'lga kiritdik. Bu degani Sentralniy bank va davlatimiz biz bu sohaga kirishimizga qarshi emas. Xohlayapti. Islom moliyasi va Islom bank qonuni chiqqandan oldin biz 6 oy oldin olganmiz bu narsani. Ya'ni oldindan bilganmiz. O'tgan 25-yilda olgansiz. Shunaqa. Islomiy mikro moliya. Oktyabrga qo'lga kiritdik. Endi bu narsani nima qilamiz biz? Transformatsiya qilamiz mikro moliya bankka. Mikro moliya bankda ustavnoy fondi taxminan 50 milliard. Va bu bozorda tizimli aytganimdek hamma kombinantlarni boshqarib rivojlantiramiz. Qanaqa kombinantlarni desa, xuddi o'sha sanab o'tgan. Birinchisi ustavnoy fond. Ustavnoy fondga mablag'larimiz yetarli. Birinchisi ustavnoy fond. Va ustavnoy fondda nafaqat ustavnoy fond bo'yicha talablar bormi? Minimum qanchadan kam bo'lishi mumkin emas degan? Minimum bankka 500 milliard, mikro moliya bankka 50 milliard. Biz mikro moliya bankdan boshlaymiz. Nimaga? Chunki hamma produktlar qilsa bo'ladi. Pul jalb qilish, bizneslarga shot ochish, kartalar chiqarish, to'lov tizimi qilish, Visa Mastercard kartalar chiqarish va hokazo. Hamma produktlarni qilishi уже boshlaganmiz, parallelni ketyapti. Produktlar litsenziyaga topshirish. Ya'ni ya'ni ustavnoy kapitalni vyudержкасы shakllantirish. Ikkinchisi yomon kreditlarni boshqarish. Hozir
hozirgi kunda bizani o'sha murabaha kichik maishiy texnikalar yo'nalishimizda o'sha $100 million оборотda yetyapman va avto moliyalashtirish va biznes moliyalashtirish 3 ta produktimiz bor Islomiy bank yo'nalishida. U yoqda oxirgi ko'rsatkichlar o'sha to'lamaydigan koeffitsient deydi-yu, asosiy risk koeffitsiyenti bizada 3% ga yaqin. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Yangi videochilarni aytyapman. Aynan yangi moliyalashtirilishlarni va bu umuman qaytib kelmaydigan, ya'ni odamlar qiynalib, oxirida to'lamasdan, masalan, уже nima deydi, yo'qotgan pul hisoblasa bo'ladi. Bu 3% rezervirovaniyasi masalasi ham bizda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 3% полностью rezervi ham. Ya'ni zararni qoplashlik uchun rezerv qo'yib qo'yish kerak-da. O'sha risk 0 bo'lishlik uchun. Bu. Uchinchisi produktlar. Qanaqa produktlar desa, o'sha Sentralniy bank aytadi, 70% portfel biznes moliyalashtirish bo'lishi kerak. O'sha koeffitsiyentni biz выдерживать qilishimiz kerak va shuning uchun biz biznesni moliyalashtirishni boshladik hozirgi kunda. Shu va undan tashqari bu asosiy metrikalarni sanab o'tdim-da. Undan tashqari endi umumiy qilib aytganda boshqaruv stili tizimli, o'sha tizim ishlash kerak. Rustam aka, Timur aka, Murod aka bitta odamni qarori yoki bitta odamning bog'liqligi, bitta odam bo'lsa ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi emas, balki tizim ishlashligini ta'minlash kriteriyada menejment filosofiyasi bilan bu metrikalarni boshqarib o'ylaymizki, o'sha 5 yil bo'ladimi, 10 yil bo'ladimi, 15 yil bo'ladimi, biz bormizmi, yo'qmizmi, bu tizim o'sha sog'lom rivojlanib, sog'lom o'sishligini ta'minlamoqchimiz, xudo xolasa. Bu evolyutsion rivojlanish bo'ladi. Rustam aka, kimdir uchun bu o'ziga xos zeriklanchlik ko'rsatuv bo'ldi deyish mumkin. Ommatan xalq bu zoom-in mavzuga kirsak, lekin kimlardir uchun investor sifatida $10 ming yoki $100 ming yo $1 million tikaman degan odamlar bu kompaniyani asoschilari, egalari, top menejerlari, aksionerlari, investorlari haqida savolga javob topishiga qarab pul tikishiga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun masalani bu ko'chasiga ham boyga yetamiz. Uchinchi har xil joylarga tiqib chiqishga rozi bo'lamiz. Bu vaqtimiz reglamentdan o'tib ketsa-da, kelgan fursat bor paytida biz mavzularni ko'p ochamiz. Balkim ko'rsatuv birinchi qismida qaysidir jihatini ochsak, ochilmagan jihatini boshqa ko'rinishdagi efirlarimizda, boshqa ko'rinishdagi playlistlarimizda ochib odamlar o'zlari uchun javob topishadi. Yana investorlar psixologiyasida qaror qabul qilayotganda boyagi savol bo'ladi. Sen meni ishontir muhabbatingga. Bu loyihani investorlari, aksionerlari kimga qarab fundament sifatida pul tikamiz deganda baribir o'zbekchilikda chiroyli qog'ozdan tashqari orqasida kimlar turibdi? Qaysi tajribali ekspertlar, qaysi uchreditellar, qaysi investorlar, qaysi odamlarni ko'rib, men bu odamni yoki admin resurslari salohiyatini ochib beradigan jihatini ochib beraylik. Kompaniyaga bo'lgan ishonchni ko'rsatib beradigan jihat sifatida. Zo'r savol berdingiz, Hasan aka. Aynan qancha kattaroq summa haqida gap ketsa, shuncha ishonch va odam bilan odam munosabati muhim ekan. Juda ham to'g'ri aytdingiz. O'sha $100 ming $1 million investitsiya kiritadigan inson baribir to'tiyalik degan savolga javob qidiradi. Xuddi shunday, ya'ni munosabat muhim. O'sha shunga o'sha nima deydi? Chet ellarda ham private banklar mavjud, ya'ni privately odam bilan, har bitta odam bilan o'sha bo'llardan kelib chiqib portfel yaratiladi va hokazo. Ya'ni уже massiv emas, individualniy podxod. Lekin qanday bu narsaga qarayman? Har doim shunaqa harakat qilamanki, men bugun bormanmi, yo'qmanmi? Komandamizda qanaqadir asosiy odam bormi, yo'qmi? Bu ishimiz to'xtamasdan oldiga yurish kerak. Va boshqaruvni ham, tizimni ham, odamlarni masalan ishga olganligini ham hamma qarorimni mana shu filosofiyaga asoslanib qilaman. Ya'ni masalan komandamizga qarasangiz, 10 ta odam kamida ownerda komandamizda. Kamida biz ownerlar komandamiz deymiz, ya'ni мышление владельца. 90%, 95% qarorni o'zlari qabul qilishadi.
masalan. Va ularni qo'lida ishlayotgan odamlar ham 90-95% o'zlari qaror qabul qilishadi. Yaxshimi, yaxshi emasmi? Bu juda ham yaxshi. Nimaga? Chunki qancha birga ishlasangiz, shuncha siz u odamni nima qilishligini emas, siz odamni qanaqa ishlash prinsipi haqida gaplashasiz, ishni o'zi qiladi. Ya'ni mikrokontrol emas, makrokontrol. Ya'ni zadachani hal qilish emas, podxodni gaplash. Shunga bu bir, ikki, har bitta ownerda o'zini kompaniyada ulushi bor. Ya'ni bir xilga masalan biznesmenlar 100% meniki bo'lsin deydi. Lekin men unaqa emasman. Men komanda igrokman. Masalan, Nvidia'ni olib qarasangiz, masalan 10 mingta xodimini yarmi aksioner, masalan. Bu kompaniyani to'xtatib bo'lmaydi-da. Nimaga? Ulushdorlar. Nimaga? Chunki 5 mingta odam befarq emas harakat qilyapti. 10 million dollarlik kompaniyani 100% egasi men bo'lay, 50% egasi men bo'lay emas, milliard dollarlik kompaniyani 1% ega bo'lay, 0.1% ega bo'lay, уже millioner bo'laman degan tushuncha. Bu o'sha moliyaviy tarafi, dunyoviy tarafi deb qarasak, asosiy taraf o'sha tsennost tarafi, qadriyat tarafi qanaqa desa, odamlarga emas, qadriyatlarga ishonch bo'lish kerakligini bilaman. Nimaga? Chunki o'sha bizani kimligimizga, qayerdan kelganligimizga, qayerda o'qiganligimizga emas, qanaqaligimizga e'tibor berilsa, boshqacha yondashuv bo'ladi. Nimaga? Chunki mana masalan, mana Mahmud Usmon Shariy kengashimizni boshqaradilar, ustozimiz. Ular aytadilarki, aynan o'sha islom banklar ikkita yo'nalishda rivojlana oladi dedim-ku. O'sha biz tanlagan yo'nalish 5%, 10% emas. Bir tiyin bo'lsa ham investor borib $100 $1 bir tiyinmi foyda ko'rib, o'zini bolasiga yedirib, nimadir olib berib, olib borsa, o'sha bir tiyinligini halolligini his qilib, bilib, ishonch bildirsa, bizga o'sha asosiysi yetarlisi. Nimaga? Chunki kulturniy kod deb bu. Kulturniy kod. Ya'ni bu kompaniyaning asosiy filosofiyasi. Har bir tiyinni halolligini mas'uliyatini olish. Halollik nima desa, o'sha prinsiplar gapda emas, so'zda emas, amalda bo'lishligi. Qanaqa prinsiplar bo'lsa, qanaqa prinsiplar deyilsa, u prinsiplar juda ham ko'p. U islom moliyasini qadriyatlarini orqasida juda ham ko'p prinsiplar bor. Bitta prinsipni hozir siz bilan gaplashdik. Ya'ni investorlarni pullarini investitsiya sifatida emas, omonat sifatida qabul qilish. Ularni omonatlari sifatida qabul qilish. Investitsiya sifatida emas, qarz sifatida qabul qilish. Ya'ni to'g'ri, foyda zarar bo'ladi. Investor zararga tayyor bo'lish kerak, o'shanda foydaga da'vogar bo'lishi mumkin va hokazo, hokazo, hokazo. Lekin prinsip bizani nimaga o'rgatadi? Bu omonatlar. Bu investitsiyalar emas. Bu biza pul yo'qotishlik huquqqa ega emasmiz. To'g'ri, ertaga shunaqa bo'lsa, biza shaffof, ochiq bu narsani etamiz de jure. Lekin de facto omonatdek qarashligimiz kerak bu narsaga. Birinchi, mas'uliyat. Ikkinchisi, masalan, o'sha har bir odam qo'yilgan lavozim, должность, u ham omonat. Chunki masalan, o'sha direktor bo'ladimi, marketolog bo'ladimi, sotuvchi bo'ladimi, o'zini qilayotgan ishiga mas'uliyatsiz yoki mas'uliyatli bo'lishi, bu olayotgan oyligini halol yoki halol emas bo'lishligini ta'minlaydigan narsa. Ya'ni xodim mas'uliyat bilan ishlasa, u uchun olayotgan oyligi halol bo'ladi. Mas'uliyatsiz bilan yondashsa, halol emas bo'lib qoladi. Uni faqatgina Alloh biladi va o'zi odamni o'zi biladi. His qiladi. Shunga odamni riskavik bo'ladimi, scoring ustida ishlaydigan, risklarni boshqaradigan inson bo'ladimi, marketolog bo'ladimi, sotuvchi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, u inson bilan va komanda bilan yarim vaqtim o'sha qadriyatlarga ketadi. Ya'ni u bilan gaplashish, fundament, munosabatlar haqida, qadriyatlar haqida, yondashuv haqida bo'ladi. Bu ishni chuqur bilishdan tashqari, bu ish haqida emas, munosabat haqida. Bu bilan birgalikda narsalarga qaraganlik bilan bo'ladida. Chunki bu ishni qilish, bu bitqizish
bu bitta narsa. Ikkinchi narsa bu odamni niyati, hissiyoti, mas'uliyati boshqa narsada. Shunga omonatni o'sha his qilish, sezishlik ham klientlardan, ham xodimlar tarafdan, ham biznes egasi sifatida omonatni muhimligini hamma tomon sezsa va qadriyat eng asosiy, eng ustuvor bo'ladigan narsaligini hamma his qilsa, hamma tushunsa, shunda nima bo'ladi desa, odam faktori chiqib ketadi. Odam faktori o'yindan chiqib ketadi. Chunki bu yerda Rustam bormi, Mahmud Usmon bormi, Murod aka Nazarov bormi, boshqa bormi? Biz ertaga issiq jonimiz yo'q bo'lsak ham, o'sha komandamizda 400 ta odam bor. O'sha e'tiqodda, o'sha qadriyatlarda tarbiya ko'rgan. U ish rivojlanadi. Meni o'rnimga zamdirektorim bo'ladi, zamdirektorning o'rniga anavi bo'ladi. Qadriyat bormi? Bor. Tizim bormi? Bor. Faqatgina yaxshilikka yuradi. Lekin baliq boshidan deydi, baribir kompaniyani o'sha rahbari, uni egalari, uni nimalari o'sha deydi, investorlari yoki boyga aytgandek boshqaruv kengashdagi liderlar o'sha kulturni kodda yoki kompaniyaning DNKsini qadriyatini ushlab turuvchi ustunda endi qovurg'a vazifasini bajaradi. Demak, bugungi kunda Iman Investda bevosita 100%lik egasi ulushdori sifatida Rustam aka Rahmatovmi yoki yana ulushdorlar yoki tashqi investitsiya, men bilaman xalqaro kompaniyalar bir investitsiya kiritmoqchi edi, ulushdor sifatida kirmoqchi edi. Ba'zida bir переговорlarda qarashganimizda bir har xil Qatarda o'tda bo'lgan mamlakatlarda bir investorlar bir qiziqish bildirdi degan ma'lumotlarni eshitdik. Qaysi biri bugungi kunda aktual, real yoki miflar bo'lsa, bunga ham bir oydinlik kirib ketsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, eng asosiy aytiladigan narsa bu Iman Holding Rustam va Murod akaga faqatgina tegishli kompaniya emas. Bizdan tashqari investorlar, fondlar mavjud. Biz chet eldan jalb qilgan fondlar, investorlar. Birinchisi Amerikadan 500 Global degan kompaniya bizga investitsiya qilgan. Bu dunyoda eng top akselerator hisoblanadi. Silikon vodiysida joylashgan va nafaqat investitsiya kiritgan, balki mani Silikonoviy vodiyga olib borib, eng zo'r joylarda o'qitishgan. Ya'ni founder, asoschi ilmi, asoschi kim qanaqa bo'lish kerak? O'sha Google, Tesla, o'sha Airbnb uruvindagi world class founder. Lokalniy founder emas, lokalniy asoschi darajasi emas, balki world class kompaniya qurishlik uchun nima qilinish kerak? O'sha kultura taraflama, rekrutment, HR taraflama, marketing taraflama, sotuv taraflama, produkt taraflama va hokazo. Hamma tomonlama. Bu birinchi aksionerimiz va har bitta aksionerimizni ulushi 5% dan kam. Kimdirdir 1%, 2%, 3%, 4%, mana shunaqa. Ko'p aktsionerlar yuzlabmi hozirgi kunda? Aktsionerlar 100 ga yaqin. 100 ga yaqin holdingimizda. Lekin asosiy ulushdorlar men bilan Murod aka. Bu birinchisi Amerikadan, ikkinchisi Shvetsariyadan Lemercier Capital degan fond pul tikkan bizga. Bu o'sha private equity, investitsion fond, ko'chmas mulkka va bizneslarga investitsiya kiritadi. Uchinchi tarafdan Tojikistondan, Qozog'istondan fondlar kiritishgan pul. Qozog'istonda Most degan kompaniya bor, Tojikistonda 55 Group degan kompaniya bor. U ikkalasi fondlar. Saudiyadan ulushdorlar bor, aksionerlar bizda. Qatardan ulushdorlar bor. Va strategiya shunaqa bo'lganki, o'zi masalan hozir ham nima uchun 50 million dollar pul jalb qilmayapmiz bank ochishlik uchun. Chunki bu dolga istoriya deydi-ku. Dolgi переговор, va hokazo. Bu kompaniya shuncha turadi, shuncha turmaydi, va hokazo. Shunga biza постепенно rivojlanib kelyapmiz. Etapma etap. A точка, B точка bor, milliard. Lekin 5 ta qadami bor uni. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Mana hozir mikromoliya bankka keldik. 7 yil oldin A точка bo'lgan bo'lsa, hozir o'shani masalan rivojlanishini 3-etapi masalan va hokazo. Ya'ni aytmoqchimanki, kompaniyani rivojlanishini etaplari ham bor. O'shanga yarasha, strategiyaga yarasha A точка, B точка 5 ta qadam bo'lsa, A точка, B точка 5 ta tip raundlar ham yopganmizda biz. Boshida venture fondlarni jalb qilganmiz. Angellar bilan. Angel degani o'sha tadbirkorlar, ishongan insonlar, tajribali insonlar.
o'sha Murod aka Nazarovga o'xshab, Anvar aka Erchayev ham aksionerlar, ulushdorlar, shunaqa kompaniyalarga o'xshab va undan keyin biza asosiy maqsadimiz qanaqa bo'lgan? Aytadi-ku, "Я человек мира" deydi-ku. Nima deydi? O'sha kosmopolit deydi-ku. Biz kompaniyamizni ham xuddi shunday ko'ramiz, ya'ni tojik, qozoq, o'zbek, amerikan, shvetsar emas, balki dunyo darajasidagi global urinishdorlik, global daraja, global founder, global produkt, global darajadagi muammo. Chunki islom moliyasi global muammoda bu. Shunga mana shunaqa global degan e'tiqod, dunyoqarash bo'lgan, global fikrlash bo'lgan, global yondashuv bo'lgan, o'zbek, tojik, qozoq emas. Dunyo muammolari bor va hammamiz birlashib ishlashimiz kerak. Особенно qo'shnilar. O'zbek, qozoq, tojik. Shu, ya'ni kompaniyamiz alhamdulillah mana hozirgi kunda 100 ga yaqin sheriklarga ega va men o'ylaymanki bir 15 ta davlatdan aksionerlar mavjud. Asosiy kontrol bizada. Bu aksionerlar. Aksionerlardan keyin nima keladi desa, Nafsavet. Nafsavetdan keyin nima keladi desa, menejment. O'sha aksionerlar bilan menejmentning o'rtasidagi Nafsavet, board aksionerlarni intereslarini защищать qiladigan o'rtadagi независимый sovet yig'ilgan. U yoqda kim desa, men Murod aka, Haybul aka, o'sha Qatarda Lesha bankini ikkinchi odam vitse-prezidenti bo'lib ishlaydilar. Bundan tashqari ikkita Qatardan inson jalb qilingan, professional mana shunaqa komanda yig'ilgan va menejmentda o'sha siz bilgan insonlar bor, 10 ga yaqin direktorlar. Operatsion direktordan boshlab marketing direktor, o'sha investitsion direktor, risk direktor va hokazo. Bilan tajribali ekspertlar, ichki sohadagi ekspertlar, kamida 10 yil tajribali ekspertlar har bitta loyihada. Ichki talantlar va tashqi boshqa mamlakatlardan kelgan ekspertlar ham bor, bilishimcha Rossiyadan, Qozog'istondan. Xuddi shunday. Menejmentda umuman hech narsaga qaralmaydi, faqatgina tajribaga qaraladi va o'sha to'g'ri kulturaga qaraladi. Qozoq bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, yosh bo'ladimi, yoshi katta bo'ladimi, masalan, ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, bizni dinimizdan bo'ladimi, boshqa dindan bo'ladimi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Islomiy bank bo'lsa-da, yaxshi ekspert bo'lsa, boshqa din vakili bo'lsa ham tolerant yondashuv bor. Menejment darajasida ha, lekin aksionerlar darajasida yoki board darajasida boshqacha fikrlaymiz. Sherikchilikda faqatgina bizni dunyo qarashimizga juda yaqin insonlar bilan sherikchilik qilamiz. Demak, investorlarda, sherikchilarda, aksionerlarda boshqa din vakillari yo'qligi ham bu bemalol signal yo message sifatida ayta olamiz. Chunki hali bizlarning qadriyatimizga zid bo'lgan odamlarning mablag'i yoki aralashmagan yoki kirmagan deyish, bu ham bir odamlarning qaror qabul qilishiga ta'sir qiladi. Xuddi shunday. Va bu o'sha gold standard degan terminim bor. Gold standard bu bizga eng asosiy rahbarimiz o'rgatgan narsa. Ya'ni sunnatda keltirilgan, ya'ni ishchini ishga olganingda nimaga qaralish kerak desa, birinchisi mutaxassisligiga, keyin omonatdorligiga, keyin boshqa narsalarga. Mutaxassislik o'sha ishga risk bo'yicha chempionmi, eng zo'rmi? 100 ta odamdan o'sha 5 ta odam qoldiriladi. 5 ta odam eng omonatdor kim? Omonatdorlik bu порядочность, hokazo. Ichida religioznost ham bor, duxovnost. Odam duxovniy bo'lishligi mumkinmi? Mumkin, boshqa din vakili. Albatta mumkin. Xudodan qo'rqishi mumkinmi? Qo'rqishi mumkin. Shunga birinchi o'rinda mutaxassislikka qaralishi o'rgatilganmiz. Ustozlar bizga shu narsani o'rgatgan. Ikkinchi o'rinda omonatdorlik. Ya'ni mutaxassislar orasida omonatdorlarni oqtarganlar. Omonatdorlar orasida mutaxassislarda emas. Shunga prioritet bor-da, mana shunaqa. Bizda endi ko'rsatuvimizda yoki odamlar investitsiya qilayotganda haqiqatan ham juda ko'p hali his qiladigan va his qilmaydigan narsalarni hali chitatmay ishtirok etadigan odamlar, katta investitsion instrument, salohiyat va bu qancha ko'p savol bo'lsa, shuncha ko'p xotirjamroq bo'ladi mablag'ini tikishdan. Rustam aka bugun Iman Invest Holding'ni face'i. Yuzi.
investorlar, aksiyadorlar, top menejerlar. Rustam aka bugun ko'p strategik mas'uliyatni ham o'zini nomini xuddi Murad Buildingsda Murod Nazarov hamda Murad Buildings'i birday imiji bu kompaniyaga, buni kompaniyaning produktlariga ishonch beradi. Rustam aka rahbar, feyz, asoschi sifatida kompaniyada qaysi narsaga qat'iy qarshilik qiladiki, kompaniyani reputatsiyasiga salbiy ta'sir qiluvchi omillarni qo'rqmay chopadi. Kompaniyani imijiga salbiy ta'sir qiluvchi omillar qaysi omillar bilan shafqatsiz kurashasiz, qaysi joyda kompromiss qilmaysiz? Kompromiss qilmaydigan narsa eng asosiysi shar'iy kengash taqiq qiladigan narsalar. Bizada har hafta 2 marta haftada shar'iy kengash bo'lib o'tadi. Hamma masalalar o'sha yerda ko'tariladi. Yangi loyihalar, qanday savollar, hokazo. U shar'iy kengashga men umuman qatnashmayman. Nimaga? Chunki konflikt interes bo'lmasligi uchun. Ya'ni men qatnashsam, mana bunaqa joyga ruxsat bering, mana bunaqa joydan o'tkazaylik, hokazo. Shar'iy kengashda filtri aytganimdaqa har bir tiyinda mas'uliyatini his qiladigan insonlar jalb qilingan. Mahmud Usmon ustoz boshchiliklarida. Bu eng asosiysi. Shar'iy kengash nimadir qaror qabul qildimi? Kelib hiyla qilib, boshqa qilib, mana buni o'tkazib yuboraylik, mana buni o'qib yuboraylik, mana bu qarordan o'tkazib yuboraylik degan narsa bilan juda qattiq kurashaman. Va mendan tashqari menejmentda hamma insonlar bu narsani bilishadi. Men bo'lmasam ham menejmentda o'zi kurashadi. Ya'ni menejment shunaqa o'rgatilgan. Bu yerda aksionerlar bor aytganimdek, 1-daraja, 2-daraja board, navsavet, 3-daraja menejment bo'lsa, shar'iy kengash navsavetdan ham ustun turadigan, ya'ni shariatskiy navsavet, naблюдательный savet darajasida turadigan, ya'ni menejmentning ustida turadi. Ularning gapi gap. Birinchi narsa. Ikkinchi narsa, men umuman qabul qilmaydigan narsa bu oddiy qilib aytganda mas'uliyatni his qilmaslik. Mas'uliyatni his qilmaslik bu nimada bo'lishi mumkin? Katta narsani aytaman, kichkina narsani aytaman. O'rtadagi esa tushunarli bo'ladi. Kichkina narsa bu masalan ana O'zbekistonning islom bankchilik bozori. Aniq aytganda 40% odam kreditlashtirilgan. 40% odamga o'sha kredit istoriyasi bor. Yo kredit olgan, yo ani o'qigan. Uni 70% ikkita plus krediti bor. Ya'ni prekreditovan. Ya'ni kredit botqog'ida. Nimaga? Chunki mavjud hozir bo'lgan banklarda eng faollari o'sha digital sifrovoylari slishkam prekreditovat qilishyapti. Ko'tarsa ham, ko'tarmasa ham, hokazo. Stavkalar juda yuqori va anu qilishyapti. Bu mas'uliyatni his qilmasda bizning xodimlarimiz men bu narsani qabul qilmayman. Ya'ni u mas'uliyatni his qilib, mana shu jamiyatni bir og'rig'ini sezib ishlamasa, oddiy call center operatori bo'ladimi, marketolog bo'ladimi, programmist bo'ladimi, men bu narsani qabul qilmayman. Mas'uliyatni qabul qilmasa, uxlab yotib gapda choyxonada maza qilib yuradi. 6 dan 9 gacha ishlab, oddiy narsani qilib bo'ldi. Lekin u narsani og'rig'ida sezib, jamiyatning og'rig'ini, yarim jamiyat og'rig'i, mana shunaqa ahvolda yarim jamiyat foydalanmayapti u instrumentlardan. Va u narsani biz hozir mas'uliyatini olmasak, ertaga hiyla qiladigan islomiy banklar chiqib, ularni aldov yo'llar bilan, boshqa yo'llar bilan kreditga mana xuddi mana shunaqa tarzda kiritishligini, mas'uliyatini sezmasa qabul qilmayman. Bu kichkina narsa. Katta narsani primerini bersa, mana masalan aytaylik, mana hozir mana uni ko'ryapsiz hozir. Arab davlatlarining ahvolini ko'ryapsiz. Masalanda Arab davlatlarida aholini hozir qarasangiz, politik nuqtai nazardan tashqarida gapiramiz hozir. U politik masalalar bu har doim ekonomikaga bog'liq bo'ladi. Ekonomik tilda faqat gapiramiz. Chunki politik hozir ularni krizisi ekonomikaga bog'liqda. Mana arablarni qarasangiz,
man o'sha qatariy saudiy katta shayxlar bilan gaplashganman. Aytamanda ularga oxirgi 50 yilda nima yaratdilaring deymanda. Nima yaratdilaring? Qanaqa produkt yaratdilaring? Elektrokar yaratdilaringmi? Yo o'sha smartfon yaratdilaringmi? Internet yaratdilaringmi? Искусственный интеллект ChatGPT yaratdilaringmi? Yo qanaqadir meditsinskiy preparat yaratdilaringmi? Yo bilmayman qanaqadir mashina qildilaringmi? Yo nima qildilaring? Nimadir ishlab chiqardilaringmi sizlar? Nimadir aniq qildilaringmi? Sunnatda keltirilgan eng zo'r mutaxassislik bu ishlab chiqarish. Undan keyin tijorat deyilgan, to'g'rimi? O'sha ishlab chiqarishda nima aniq bor? Faqatgina uylarga investitsiya qilasizlar, yerlarga boshqa taraflarni gapirmaymiz, futbolniy polelar, nimadirlar sotib olasizlar, va hokazo. Mashinalar, roskosh, otellar va hokazo. Qani mas'uliyatni his qilishlik? Faqatgina nima deydi, mol dunyo bo'lib qolganda, nima deydi? O'sha siz aytgandaqa roskosh, komfort, faqat o'zi bilan o'zi ovora bo'lishligi va oila darajasida faqat fikrlashligi, hokazo. Qani o'sha butun jamiyatni, хотя бы ummatni gapirmayapman, butun global, masalan, yoki insoniyatni yanada ham teparoq olsak, u narsani gapirmayapman, хотя бы davlat darajasida Qatar rivojlansin, professorlar, ularga tikilsin, boshqalarga qilinsin degan olib qarasangiz yo'qda. Mas'uliyatni his qilmaslik bilan kurashaman har doim. Qabul qilmaysiz deyapsiz-ku. Qabul qilmayman u narsani. U katta investor bo'ladimi? Mas'uliyatni his qilmaydigan investor bo'lsa, qabul qilmayman uni. Xodim bo'ladimi? Mas'uliyatni his qilmaydigan, sezmaydigan, mana bu og'rig'i, missiya deydi-ku. Og'riq bo'lmaydigan xodim bo'lmasa, tirik jon deydi-ku. Tirik yurak bo'lmasa, his qiladigan, og'riydigan, mas'uliyatni his qiladigan bo'lmasa, ahdiga vafo bo'lmasa yo'q. Qabul qilmayman-da. Va har doim mana shu narsani meni bilmayman, balkim o'sha eng asosiy odamlarda oqtiradigan narsami o'sha ответственность-da, mas'uliyat. Va bu kichkina qanaqadir mas'uliyat emas. Masalan, vstrechaga kech qolishlik yoki masalan nimadirni unutishlik. Inson unutuvchan. Nimadirni har doim unutadi, kech qoladi, u qiladi, bu qiladi. Srokdan sal kech qolishi mumkin, u qilishi mumkin. Bu narsaga men sabrliman. Mas'uliyat his qilmaslik katta narsada. Umumiy narsada mas'uliyat ahdiga vafo, mas'uliyat, va'daga vafo, u ham muhimdir. Xuddi shunday. Ya'ni ishonchga zarba yetadi. Mana ishonch mavzusini endi biz kalibr loyihasida ham siz bilan suhbat qilganmiz. Bugun brend va ishonch va biz bugun ishongan odamlar bilan yoki sen meni ishontir muhabbatingga degan hali ashuladagi gaplar bor. Biz sizni haqiqatdan sevishimiz uchun siz muloqot qiling, sizni qadriyatingizni bilaylik, ichki dunyoyingizni bilaylik. Bankka missiyasi, kulturni kodi, DNKsi Iman Invest Holdingni deylik. Va shu bilan bir qatorda xohlasak, xohlamasak Murod Bildingsga va Murod Nazarovga bo'lgan ishonch velosipedda ikkita baloniga o'xshab qabul qilingan fenomen bo'ldi. Bugun Iman Invest hamda Rustam Rahmatov ikkalasi brendini ijobiy kapitalizatsiyasi ustida harakatni ko'rib turibmiz. Ko'proq sizni o'zingiz nazaringizda Iman Invest reputatsiyasi va Rustam Rahmatov reputatsiyasi qaysi biri ko'proq bir-biriga ijobiy yoki salbiy zaminaymi, doполняйmi va ikkita kolisoga o'xshagan funksiyani rolni bajaryapti? Ko'proq siz kolesoni tortyapsizmi yoki Iman Invest sizni reputatsiyangizni ko'proq tortyaptimi? Hali передний ведущий, задний ведущий deydi-ku. Bilasizmi? Bizani holdingimizni nomi o'sha chet eldagi asosiy Topco deyiladi. Top Holdco. O'zbekistondagi holding emas, Top Holdco. Global Holdco'ning nomi Iman Valley Holding. Iman Valley degani bu qayerdan kelib chiqqan nom? Vodiydi. Vodiy. Vodiy nima o'zi? Masalan, Silikon vodiysi, bundan oldin Tilla vodiysi bo'lgan. Vodiy nima o'zi desa, bu shunaqa bir barakali joyki, tog'lar bilan himoya qilingan joy, ko'k bir chiroyli bir joyki, nima ekmasangiz o'sib chiqadi. Barakali bir yer, qanaqadir bir yerdir. Va masalan Farg'ona vodiysi bo'ladi, boshqa vodiysi, vodiy o'shanaqa tushuncha. Ya'ni himoya qilingan va barakali, Allohning boshqacha bir barakasi tushgan joy. Endi Imanni loyihasini men Iman vodiysi deb tasvirlaganman.
Biz nima qilishimiz kerak desa, biz keyingi Silikon vodiysini barpo qilishimiz kerak. Faqatgina u Silikon bo'lish kerak emas. IT ga faqat ixtisoslashgan. O'sha Intel o'sha 50 yil oldin o'sha chiplarni zapus qilgandan keyin tilladan qimmatroq bo'ladi. Shunga Silikon vodiysi deb emas, balki o'sha iymon vodiysi bo'lishligini biz endi o'qiganmiz, o'ylaganmiz, vision qilganmiz. Endi iymon vodiysida nima bo'lish kerak desa, Islomiy bank bu birinchi yo'nalish. Investitsion bank ikkinchi yo'nalish. Uchinchi yo'nalish bu o'sha private equity, ya'ni bizneslarni moliyalashtirish, va hokazo. Bir nechta yo'nalishlar bor. Alohida marketing kompaniyamiz mavjud. Alohida owner bilan masalan, Mirzoni bilasiz, marketing direktorimiz. Alohida collection kompaniya, alohida takafful, страховой kompaniyamiz. Ya'ni bir nechta islom iqtisodiyotini rivojlantiradigan ekosistema. Lekin uni ekosistemaning ichida nima bor desa, o'sha частный bizneslarga yoki o'sha недвижимость banki, land bank deymiz. Недвижимость banki ni asosida 10,000 kvadratmi, 100,000 kvadratmi, boshqami land bank yig'iladi. Частный bankini tagida o'sha hozir otelga, restoranga pul tikmoqchimiz, ko'rib chiqyapmiz, maktablarga, hokazo bir nechta brendlar yig'iladi. Ya'ni 1000 ga yaqin kompaniyalar rivojlansin, o'sha iymon vodiysida, o'sha qadriyatlar asosida bitta marketingoviy kompaniyamiz bo'ladimi? Hamma kompaniyalarda marketingini olsin degan mana shunaqa bir vision, o'sha vision asosida har bir yo'nalishini o'zini owneri bo'lsin. Rustam bormi yo'qmi ishlayveradi. Murod aka bormi yo'qmi? Bu vodiy O'zbekistonda qilsak, bu vodiyda boshqa davlatga qilsak, yoqda gullab ketadi bu vodiy. Hozircha biz faqat O'zbekistonda hozircha, qolgan joylarda holdinglar, testlar, gipotezalar va hokazo. Hali konkretni fokus boshqa joylarga qaratilmadi. O'rta Osiyo, SNG yoki deylar. Yo'q. Eng asosiy fokus O'zbekiston, boshqa davlatlarda holding uchun, test uchun, IT kompaniya ochishlik uchun va hokazo ana ochilgan. Fokus O'zbekiston, ona vatanimiz, xalqimiz. Xudo xolasa mana shu yerda o'zida gullab, oyoqqa turib, xudo xolasa, xizmat qilib, keyin uje boshqa davlatlarda ham xizmat qilsak bo'ladi. Yana ashula qilib savol beraman. Orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan bilan. Manzilga yetmoq oson emas, sarbon bo'lgan bilan Yulduz Usmonovaning ashulalari bo'lardi. Bugun ambitsiyalar katta, abiyatni deydi, juda katta bir vision, mission deyapmiz. Baribir Allohning fazli, karam, marhamati bilan Alloh o'zi sekin sabr bilan yetib boradi, lekin o'lim vodiysi bor deymiz. Bu jarayonga yetish uchun sabr kerak, turib berish kerak, resurs kerak, kislorod kerak. Qanaqa hali esinglarda bo'lsa kinolarda aytardi. Endi men sal noto'g'ri ibora ishlatishdan cho'chiyman. Dinni falon sahobatlar bilan quvvatlagan, ey Alloh deb Allohdan bir so'ralgan, hattoki nomlari e'tirof qilingan sahobalardan Umar roziyallohu anhu boshqalar bilan deyilgan bir nimalar bor. Siz iymon vodiysini qanaqa odamlar bilan qo'llab, nima deydi, quvvatlashini orzu qilasiz? Bugun iymonning qo'ldingida qaysi ko'rinishdagi odamlar yelkadosh sifatida shu loyihani farqi aksionerlar bo'lsa, investorlar bo'lishini orzu qilasiz? Kimlarni shu ekosistema vakillari sifatida ko'rish xohlagan bo'larsiz? Oddiy qilib aytganda, qadriyatli founderlar deyman. Men har doim o'sha oqtiradigan insonlarim founderlar. Ya'ni owner mindset. Masalan, o'sha 4 ta tip mishleniya bor, o'sha spetsialist bor, o'sha o'rta biznesmen bor, investor bor. O'sha men xohlardimki, bu 1000 ta kompaniya bo'lsa, 1000 ta qadriyatli founderlar. O'sha ethical founder deyman. Qanaqa darajadagi founder desa, 10 millionli, 100 millionli, 1 milliardli founderlar bo'ladida. Targetim o'rta hol, 100 millionli biznesni boshqarib, 100 million dollarlik so'mmi yoki 100 million dollarli, 100 million dollarli salohiyatga ega, ko'tara oladigan, o'sha tizimli rivojlana oladigan, matematika raqamlarda fikrlab, qalbi bilan qaror qabul qiladigan, qadriyat asosida qabul qiladigan mana shunaqa founderlarni har doim yoqtiraman. Bormi bizda? Siz orzu qilgan, havas qilgan insonlar bormi o'zingiz radaringizda? Men o'ylaymanki, o'sha komandamda hozir 5 ta odam shunaqa bor.
5 ta odam уже jalb qilib qo'yganman. Kirishni xohlagan odamlar bormi? Balki ismini aytmasingizlar. Mana shu insonni xohlayman bizning loyihamiz partnyori yoki asoschilari yo sheriklari ichida ko'rishi degan. Hozirgi kundami? Bilasizmi, постоянно unaqa odamlarni men yoqtiraman. Masalan, hozir bugun masalan alohida biz alohida top darajadagi bo'ladigan call center biznesini ochishga kelishuv qildik. Bu butun hozir men chizib bergan orzuda kichkina bir qanaqadir loyihadek ko'rinishi mumkin. Lekin bu ham bir 100 million dollarlik biznes bo'lishi mumkin. Da, nimaga? Chunki o'sha bizani o'sha qurilmalarimizni bir ko'rsangiz, qoyil qolasizki, qancha darajada biz o'sha qo'ng'iroqlarni avtomatlashtirganmiz. Qaysi darajada biz bu ishga mas'uliyat bilan yondashamiz. Hokazo. Bu mana shu bir operatsion darajada qarasak, bir qanaqadir boshqa bir qanaqadir darajada qarasa, masalan, yaqinda bizga o'sha 100 million dollarlik founder emas, 1 milliard dollarlik founder qo'shildi Dubaydan. Juda ham yaxshi bir hamkor topdim. Jazir ismi. Juda ham gрамотный, masalan 45 ga kirgan, Harvardda MBA o'qigan, 3-4 ta fintech biznesni qurib, 100 million plus dollarga sotgan. Juda ham bir gрамотный founder. Qatarda birgalikda tanishganmiz. Mana shu inson yaqinda qo'shildi jamoamizga. Yaqinda e'lon qilamiz, yaqin keladi O'zbekistonga ko'chib, ikkinchi uyi bu yerda bo'ladi. Ya'ni bu masalan постоянный protsesda. Men aytaman, 50% vaqtim aytdim-ku, qadriyatlarga, kulturaga ketadi, odamlar bilan gaplashish, to'g'ri направление qilish, to'g'ri qadriyatlar asosida qurib borish. Qolgan 50% vaqtim odamlar oqtarish va kapital, investorlar oqtarish. Investor 3-darajali narsa. Chunki pul keladigan narsa. Ikkita tipdagi odamlar bo'ladi deydi-ku. Первый думает, что за деньги можно купить всё. Ko'p odamlar mana shunaqa deb o'ylaydi. Pulga hamma narsani sotib olsa bo'ladi deydi-yu. Men unaqa fikrlamayman. Yaxshi odamlar, zo'r odamlarni jalb qilsangiz, pul topiladigan narsa. Management by value deydi, qadriyatlar asosida. Ya'ni odamlarni birinchi o'rinda oqtaraman men. Shu 100 million dollarlik odamlar. 100 million dollarlik odamlar komandaga jalb qilinsa, siz xohlaganlar sizni xohlash uchun nima qilasiz? Zo'r savol. Постоянно ustimda ishlayman. Постоянно ustida ishlash, постоянно hamma tomonlama, qadriyatlar tomonlama, ilm tomonlama, innovatsiya tomonlama. Innovatsiya ham masalan, mas'uliyatni his qilmaslikdan keladi-da. Odam o'zini ustida ishlashni to'xtab qolsa, uyquga kirib qoladi-da. Ya'ni butun global yoki o'zini jamiyatida yoki o'zini sohasida mas'uliyatni bo'yniga olmasligidan-da, bo'ldimi? Zona komfortiga kirib qoladi-yu odam. Ya'ni постоянно o'sha narsani his qilishlik. Haqqim yo'q to'xtab qolgani. Haqqim yo'q. Borib qo'limda fakil bor, yugurib o'qimasam, oxirgacha o'qimasam, hozirgi xuddi aytgandek Qatar, Dubayda ahvoliga tushib qolishdan man sifatida emas, jamiyat sifatida emas, davlat sifatida emas, insoniyat sifatida. Xuddi biz hozir aytdik-ku, kichkina bir jamiyat sifatida odamlar kreditlashtirish muammosini yoki mas'uliyatimizga olamiz, yoki nima bo'lsa bo'lsin deymiz. Qornim to'q, uyim bor, mashinam bor, uyim bor, buvim bor. Moy dom с краю deb yurishligimiz mumkin. Yoki o'sha mas'uliyatni o'zimizga olishligimiz mumkin. Постоянно ustida ishlash, постоянно qanaqadir yangi loyihalar zapus qilish, постоянно iqtisodiyotimizni kuchli bo'lishini ta'minlash ham bu narsani mas'uliyatini his qilishdan, uyg'oq bo'lishdan. Bugun mana shu narsani qilmasam, ertaga mana shunaqa ahvol bo'ladi biz bilan. Boshqalarga qamroq bo'lamiz, boshqalardan zavisim bo'lamiz, boshqalarni ularni qadriyatlarida yashashga majbur bo'lamiz degan aniq bir xuddi oqni oq deydigan ko'ra bila olishda o'sha mas'uliyatni his qilib, o'sha mas'uliyatni yetkazib, постоянно o'zim ustida rivojlanish bilan birgalikda u insonlarni faqatgina jalb qilsa bo'ladi.
juda ham to'g'ri aytdingiz. Odam bilanda. Bugun 26-yilda biza. 30-yilda orqaga qaraganimizda bugun 30-yilni qanaqa ko'rasiz Iman Holdingda? Real Smart Cell duximiz, ko'zimiz oxirgi 5 yil yoki 7 yil tarixga qaraydigan bo'lsak, oldigi 5 yilimizda mana bu darajaga ketamiz bu tempda degan 30-yilda sizni воображениеңizdagi nimani biz ko'ramiz 30-yilda? Ha. Bundan oldin sizga orzuyimni aytdim. Iman vodiysi bir nechta yo'nalishlar. Asosiy yo'nalish ikkita: Islomiy bank, Investbank. Islomiy bankda Smart Cell 2030-yilgacha 1 milliard portfeli. Oddiy bazaviy produktlar. Investbankda ham 1 milliard portfel qila olamiz. Xudo xolasa, недвижимость va biznes bank bo'ladi. Shu va umumiy Iman vodiysida mingta founder atrofimda. Mingta founderni jalb qilish. Hamma sohada. Biz qilgan investitsiyalar kompaniyalar 20%, 30%, 10% kiramizmi, boshqa qilamizmi yoki ekosistemamizga qo'shiladigan founderlar bo'ladimi? Mingta founder Smart Cell. Zo'r. Biz Alisher aka Hoshim bilan gaplashdik, intervyu qildik, boshqalar bilan gaplashdik. Meni kuzatuvlarim shunaqa bo'ldiki, bitta loyihaga fokus qaraganlar ko'proq success storyga erishdi. Hattoki Jahongir aka, Ortiq Xo'jayev ham sizga o'xshagan ambitsiyalar diversifikatsiya bo'lsa, hamma loyihadan 70% success storyga uchramadi deb aytdilar. Ularning o'zlarining super silalari bo'lgan Akfa, Artel yoki imzo loyihalari vistrilib bergan bo'lsa, qolgan narsalari o'ylaganimda kansan degandek salohiyati bor, holdingi bor, ambitsiyasi bor, boshqa narsalar bo'lsa ham, bugun mana Karzikani super silasi mana bu bo'lsa, Artelni yoki deylar Akfani yoki imzoni mana bu vistrilib bergan loyiha deb qaraymiz. Lekin ularni qancha diversifikatsiya qilgan, oddiy telo pechenada bo'lsin, недвижимостьda bo'lsa, ko'p sohada qilgan rasvakisorovkalari ba'zida o'ylagandan ko'ra salbiy natijaga ketdi. U harakat yoki xarajatlar zoya ketganini ko'rdik deyishadi. Strategiyada xato qilmaslik va taktikada xato qilmaslik uchun nimalar qilasiz? Zero knowledge prinsipini ko'p ishlataman. Bu nima degani? Men hech narsani bilmayman. Bozor haqida, strategiya haqida 26-27-yil nima bo'ladi? Endi nimadan boshlashimiz kerak desa, strategiyani to'g'ri qilishlik uchun, taktikani qilishlik uchun zo'r bitta metodologiya bor. Viziyadan boshlanadi. Viziyadan, ya'ni o'sha qadriyatlarimiz asosida eng to'g'ri bo'lish kerak narsa nima? Qanaqa? Viziya prinsiplar asosida. Aytadi-yu, ikkita tadbirkor bor. Birinchisi o'sha opportunityni oqtaradi, bozor nimani yeydi. Ikkinchi tip tadbirkor bozor nima yeydi emas, nimaga tayyor emas, bozorga nima kerak? Yesa yemasa. Masalan, balkim bozor noto'g'ri yo'nalishga rivojlanyapti. Burish kerak bozorda. Yoki balkim bozorda u kategoriya yo'q hozir, produkt yo'q. Yaratish kerak o'sha narsani. O'sha ikkinchi tipdagi tadbirkorman, founderman. Ya'ni o'sha kategoriyani yaratish kerakmi? Yaratish kerak. Islomiy bank yo'q. Butun dunyoda, O'zbekistonda yaratish kerak. Investitsion bank yo'qmi? Biza tipdagi. Ya'ni musulmonlarda BlackRock'i yo'qmi? Yo'q. Global investitsion fond. Global emas, lokal deb sezam, masalan, yo'q. Qilish kerak, kategoriya yaratish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi, viziya. O'sha Iman vodiysidan tortib, bankning viziyasi, Investbankning viziyasi, в целом общее видение va prinsiplar. Prinsiplar qanaqa bloklarga bo'linadi desa, hamma tomonlama. Viziyadan boshlanadi, keyin o'sha viziyaga asoslanib strategiya tuziladi. Strategiya kimlar bilan tuziladi desa, mutaxassislar bilan. Mutaxassislar bilan, o'sha yo'nalishdagi mutaxassislar bilan. Strategiyalar qilib turasizlar. Albatta, strategiya. Kimlar konsultant, kimlarning tajribasi, bilimlaridan foydalanasiz? O'sha yo'nalishdagi eng zo'r konsultantlar. Masalan, Islomiy bank yo'nalishida Qatarda nomer 1 Islomiy Investbanki dagi ikkinchi odam bilan, ya'ni CEOdan keyingi bo'lgan inson bilan. Islomiy bank yo'nalishida, Investbank yo'nalishida Qatarda ikkita eng zo'r o'sha fond menejerlari. Ikkita Qatariy insonlar bilan. Masalan, o'sha ya'ni produktoviy viziyani shakllantirgandan keyin strategiya tayyorlanadi. Strategiyani tayyorlangandan keyin
shu taktika. Endi men taktika deyman, bu narsani execution deyman. Execution bu narsani bajarish. Chunki strategiya bu planni bajarishligi. Endi видение nima bo'ladi desa, видение постоянно o'zgaradigan narsa. O'zgaradi. Prinsiplar o'zgarmaydi, qadriyatlar o'zgarmaydi, lekin видение o'zgarib turishi mumkin. AI har kuni o'zgaryapti. Masalan, bozor o'zgaryapti. O'zbekiston ho'kizoq видение shakllantirib, yaxshiroq ko'rasiz-da. Видение nima u? A tochkadan B tochkaga qarash. Lekin tuman bor. Yaxshiroq ko'rganlik sababli strategiya ham o'zgarib turish kerak. Lekin постоянно emas. 3 oyda bir marta, tez o'zgaradigan bozor bo'lsa, 1 oyda bir marta. Endi strategiya qilindimi? Strategiyani 3 oyda bir marta planlashtirib, execution'da 1 oyda bir marta zamir qilinib turish kerak. 1 oyda zamir qilingandan keyin hafta-hafta отчетlar olib turilishi kerak. Shunda management haftalik отчетlar, oyma отчетlar va CEO ownerlar napsavetga 3 oyda bir marta отчетlar. Strategiyani aniq qilib turishlik uchun. Endi bu kompaniya sifatidami yo qanaqa vizioniya desa, hamma tomonlama vizioniya. Product vision, ya'ni produktovoy vizioniya, produktovoy strategiya, produktovoy taktika. Culture vision, culture strategiya, culture taktika. Ya'ni qanaqa qadriyatlar bizda mavjud, qanaqa strategiya orqali o'sha qadriyatlarni ommalashtiramiz, kompaniyamizda tatbiq qilamiz. Ho'kizoq. Marketing xuddi shunaqa. Marketing vision. Qanaqa uslublar orqali produktimizga yetkazamiz. Shu asosan strategiya, taktika. Oylik, haftalik. Sotuv. Qanaqa sotuv bo'yicha qanaqa vision, qanaqa strategiya, ho'kizoq. Ya'ni mana shu narsani qurishlik uchun mana shu tizimda, ya'ni odam bormi, yo'qmi, napsavetda men qatnashamanmi, qatnashmaymanmi, bu постоянно yurib turiladigan narsa. Tizimda direktor o'zgaradimi, menejer o'zgaradimi, boshqa o'zgaradimi, tizim mavjud va avtomatizirovan eng asosiysi. O'sha raqamlar bilan va sistemalar bilan. Zo'r. Men bejiz bu savolni so'ramadim, chunki men o'zim havas qilgan, hurmat qilgan liderlarning ichki dunyosini psixologiyasi menga qiziq. Vash внешний мир это отражение вашего внутреннего мира deydi. Bugungi suhbatimiz odatda bitta emas, ikkita suhbatda, ikkita ko'rsatuv suhbati bo'lyapti, lekin menga o'zimga bir liderlarni kashf qilish uchun zavq olaman. Siz ichki dunyoyingizni bugun kashf qilish uchun yaxshi fursat bo'ldi va bu yaxshi suhbatlarimiz xudo xolasa ko'pchilik u yoki bu paytda ko'za kunda emas, kunida sizga, siz jamoangizga, siz bilan ishlamoqchi bo'lgan hamkorlarga va siz uchun qadrli bo'lgan balkim ertaga aksionerlar bo'lsin, investorlar bo'lsin, konsultantlar bo'lsin, sovetniklar bo'lsin, napsavetdagi odamlarga, management by value bobidagi sizni bitta jamoada yelkadosh bo'lib ishlayman degan insonlarga savolga javob topishga sababchi bo'ladigan suhbat bo'lishini juda xohlamayman. O'sha uchun vaqtni kazinoga o'xshab esdan chiqarib yubordik. Menga qiziq, Murod Nazarov sog'insa, zeriksa, u yoki bu muammoga duch kelsa, sovetnik sifatida Ulug'bek Hojiahmedov bilan ketadi bir xattaga. Ulug'bek Hojiahmedov men endi o'zim havas qilgan O'zbekistondagi strategiya bobida mudri mentor sifatida menimcha O'zbekistonning top 3 ta bo'lsa, 3 tadan bitta eng munosib shu sohadagi ekspertlar, bir konsultant, sovetnik, strategik to'g'ri qarorlar qabul qilish, hattoki strategiyamizni audit va check-up qilib berish bo'yicha men o'ylaymanki juda ko'p qoyillatgan biznes egalarini sovetniki darajasidagi, konsultanti darajasidagi o'zini xudo yoqtirgan super silasi bor odam sifatida qidirdim. Endi nima uchun bu savolni aytyapmanki, think globally, act local deymiz. Qatardagilar yaxshi, boshqa joydagilar yaxshi, ko'chani gapi uyga to'g'ri kelmaydi. Qatarga to'g'ri kelgan balkim qarashlar, qadriyatlar O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi, chunki hattoki mana oxirgi o'zimiz bu kafeni klubida Rossiyadagi u yoki bu brendlar katta ambitsiyalar bilan O'zbekistonga kelib, adaptatsiya qila olmay 1 yil, 2 yil, 3 yil umri zoya ketib, Qozog'iston bo'lsin, boshqalar bo'lsin, eplolmay chiqib ketdi. O'zbekistondagi ko'chani gapi uyga to'g'ri kelmaydi degan jihatlar bor. Men o'ylaymanki, hattoki mana shu kecha kunduzda Ulug'bek Hojiahmedov именно faqat biznes egalari, именно biznes o'zida operatsionni shu biznes bilan yashayotganlar uchun bor yo'g'i
limiti cheklangan 20 ta odam uchun 9 oylik nastavniskiy kursini ochdi. Xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Bugun videoni tashlayman. Men nagadir qalbimga soldi. Yaxshilikka sababchi bo'lsam, birinchi 3 kunlik dars o'tib ketdi bilishimcha. Lekin bir oyda bir marta onlayn, bir marta offlayn va 9 oylik juda zo'r mentorskiy dastur nimasini yaratganlarni shu yerda suhbat sifatida eshitdim. Nagadir ilindim, o'zi qalbga soldi. Balkim yaxshilikka sababchi bo'lsam, chunki strategiyamizda ba'zida gipotezada aqlimizga yetgani, Xudo qalbimizga solganini olamiz, lekin hayot yaxshi o'rgatadi, qimmat oladi. Noto'g'ri harakat, noto'g'ri xarajat, noto'g'ri harakat, noto'g'ri xarajatlarimiz bizga qimmatga tushadi. Shuning uchun balkim bu ham yaxshilikka sababchi bo'ladi, lekin baribir shu ichki dunyoyingiz men uchun oldindan qiziqdi. Bugun balkim yaxshi fursat bo'ldi. Akmal Payziyev o'zining bir super silasi bor, jilikasi bor. Iman Invest Rustam akaning ichki dunyosi bor. Кто ты, Oleg deganda backgroundingiz, qaysi kitoblar, qaysi o'qishlar bugun Rustam Iman Investni nimasini formirovaningizga ta'sir qildi? Va qaysi okrujenniy, qaysi klublar, qaysi o'qishlar, qaysi jamoa yoki kollektiv sinfdoshlar, kursdoshlar bilmayman. Sizni bugungi bunaqa ambitsiya egasi, shaxs sifatida bunaqa kelajakka bo'lgan ishonch egasi va o'ziga xos unikal qarashlaringizni his qilaman. Men bundan zavq olaman. Akmal Payziyev o'ziga xos bir unikal uzog'ini ko'ra oladi. Va u Iman Investni boyaga ketgandek Xristofor Kolumb первооткрыватели sifatida noaniqlikka qarab ketayotgan o'zini Kolumbi yoki o'zini yana nimalari bo'lardi, Elkanolari bo'lardi. Первооткрыватели. Siz O'zbekistondagi hech kim qilmagan sohaga kiryapsiz, noaniqlik sifatida kiryapsiz. Bu energiyani, bu drayfni, bu ishonchni qatdan подпитывать qilasiz. Podkastlardanmi, suhbatlardanmi, kitoblardanmi, ya'ni o'tinni istochligi qatdan menga shu qiziq. Endi o'zimga o'zim har doim aytadigan gap, Rustam, seni Alloh ulug'lab qo'ydi deyman. Kim eding, kim bo'lding deb. Kim edingiz? Bu dunyo uchun, oxirat uchun nima uchun keldim? Oxirat uchun emas, bundan oldin bu dunyo uchun nima keldim degan savol. Va nima uchun yaratildim degan savol bilan chalg'ib, yoqa-bu-yoqa chalg'ib yuradigan inson sifatida yurib, bu yoqdan ilm olib, bu yoqdan ilm olib, Angliyada o'qib, Westminsterda bu yoqda o'qib, xizmat maktabda o'qib. Backgroundingiz matematikmi yo nima? Ha, fizikman, xizmat. Fizik, matematika. Fizika va matematikaga qiziqqanlar deganda Zafar Hoshimga o'xshagan aqlli odamlarni shunisi ham bor taqaladi. Ha, endi Zafar aka ko'proq matematiklar, men ko'proq fizikman. Ular ko'proq raqamda hamma narsani, men ko'proq raqam plus fizический мир deydi-ku. Faqat raqam emas. Shunga o'sha fizika bo'yicha olimpiadalar yutib, yosh bola sifatidan sekin bu yoqqa Westminsterda o'qib, Angliyada o'qib, keyin auditorskiy kompaniyalarda o'qib, ishlab, investitsion fondlarda ishlab, Jahon banki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U осознанный islomdan oldin bo'lgan hayotim deyman-da. Осознанный islom u tasavvuf bilan bo'lgan islom bir qanaqadir ta'mini sezgan, islomni ta'mini sezgan inson sifatida sezishdan oldin va sezgandan keyin degan inson edim desa bo'ladi qisqacha. Va shu meni Alloh islom bilan azizlab qo'ydi, ulug'lab qo'ydi deyman-da har doim o'zimga. Ustozlarda atrofida bo'lishlik, har doim M-Factor klublariga nimaga qo'shilaman? Ustozlarning ketidan qanaqadir gap yiqib qolsin. Ularni o'sha ummonlaridan, daryolaridan, ilm daryolaridan bir tomchi sachrab qolsin deb ularni har doim quloq solib, juda ham bir qanaqadir nima deydi, katta hurmat bilan eshitaman ustozlarni, особенности Hasan Husan aka-ukalar, ustozlar, domlalar, Hasanxon domlalar, Husayn Buxoriy ustozlarga juda ham katta hurmat qilaman. Undan tashqari boshqa ustozlarni ham har bir yo'nalishda o'zini bir ustozi bo'ladi-da baribir. Mana shunaqa narsaga o'rganilganman. Ya'ni bitta masalami, o'sha masala bo'yicha mahkam bitta insonni ushla. Ikkita insonda emas. Chunki har bitta insonda o'zini super silasi bor. Очень juda ham detal super silasi.
Shunga shar'iy ilm, fiqh masalasida Mahmud Usmon bo'lsa, ko'proq shu dunyoqarash Hasanxon ustoz bo'lsa, ilm bo'yicha Husayn Buxoriy, ilmga yondashuv bo'yicha Husayn Buxoriy bo'lsa, mana shunaqa ustozlarim ko'p. Biznesda ham shunaqa. Marketing bo'yicha bitta insonni mahkam ushlayman, sotuv bo'yicha boshqa, produkt bo'yicha boshqa, qurilish bozori bo'yicha, masalan, Murod aka Nazarovdagi qurilish sohasini yaxshiroq biladigan inson atrofimda bilmayman. Shunga juda ham nima deydi? Vнимательно eshitaman fikrlarini. Bu bozor bo'yicha. Investbank bo'yicha Haybuloq aka yaqin keladigan o'zbek insonni bilmayman. Juda ham gрамотный spetsialist. 13 milliardli bankni boshqaryaptilar masalan hozirda bu. Men tanimaganlar uchun qaysi Haybuloq haqida gapirayotganlar? Habibulloh aka bu PwC'da 10 yil ishlab tajribaga ega bo'lgan inson. 3-4-5 yil ishlab emas, mutaxassis bo'lib emas, balki boshqaruv lavozimida menejer bo'lganlar. Saudiyada, O'zbekistonda, undan tashqari o'sha hozirgi kunda Lesha bank degan islomiy bank bor, Investbank bor Qatarda. Ular masalan ustozlarim investitsiya bo'yicha. Lekin shu men har doim duoyimni ham shunaqa qilaman. Allohim umrimda foydali narsalarga sarflagan. Chunki sarflash birinchi o'rinda Allohga bog'liq, ikkinchi o'rinda menga. Chunki Alloh ro'para qilib qo'yadi ekanda. Qanaqadir narsaga. Islomiy bankmi, Investbankmi, men вообще fizik bo'lib yurgan bo'lishi mumkin edi hozir masalanda. Fizika orqali insoniyatga foydam tegib nimadir yaratish bo'yichami, boshqa yo'nalish bo'yichami. Ya'ni eng foydali narsalarga va eng katta muammolarga meni umrimni sarflagan deb iltimos qilib duo qilaman-da. Shunga eng asosiysi shu birlamchi kuch istochnik, ikkilamchi o'zim. Endi opportunity keldi, ro'para bo'lib qoldim, endi nima tanlayman? Yo 1-2. Boshqa narsa, yo 1-2. Shu tanlovga ham iltimos qilib duo qilaman. Tanlovda ham to'g'ri. Tanlovda tavfiq, ya'ni yordam. Yordam to'g'ri tanlov. Bu hamma tomonlama. Shu tanlovlardan biri nima desa, masalan, istochnik знаний qayerda olaman desa, Twitterda ko'p o'qiyman. Juda ko'p o'qiyman. Top razработчиклар OpenAIda, Claude'da, Google, Facebook'larda va hokazo eng top bo'lgan injenerlarni, asoschilarni o'qiyman. Chunki ular yozgan gap 10 yildan keyin kitobga ko'chiriladi. Kimdir kitob yozmoqchi bo'lsa, o'zi xohlab yozib qo'ymoqchi bo'lsa, live Twitterda tweetlar yozadigan odamlar borda. Juda aqlli insonlar. Naval masalan, Ravikant, Elon Musk ham yozadi. 90% PR o'ynash, 10% aqlli gaplar yozib turadi. Insightlar, boshqalar live'da, prям hozir bo'layotgan narsalar shu, ya'ni постоянный up to date, постоянный nima deydi, shu anu bo'lib turish. Chempionlar ligasida bo'lib turish, хотя бы bitta xonada bo'lib turish, eshitib turish. Shu asosiy o'qiydigan istochnik знаний ham shu. Undan tashqari kitoblar o'qib turaman. Shunaqa привычкам bor. 4-5 ta kitob parallelni o'qib turaman. U ham o'shada, Allohim foydali ilm ber va o'zim tanlay. U degani effekt случайности-da. Bugun kelaman, mana shu narsani o'qiyman, o'sha narsa foydali bo'lishi mumkin. Qalbingizga solgan. Qalbimga solgan, ha. Qaysi kitobni hayotingizni o'zgartirgan va samimiyatda shu tavsiya qilaman men, eng ta'sirlanganman. Men Rustam Rahmatov Iman Invest sifatida bugun ko'rsatuvdan keyin o'ziga qalbiga yaqin inson sifatida kashf qildi. Ichki dunyosini ochdi. Lekin meni hayotimni o'zgartirgan, mana shu kitobni kim bo'lsa ham men zavq olganman, samimiy tavsiya qilaman degan kitobingiz qaysi hozir qalbingizga kelgan? Hozir qalbimga kelgan Zero to One. Peter Thiel yozgan. Inson sifatida qabul qilmayman u insonni, lekin eng kuchli tadbirkorlardan biri.
dunyoda va bu kitob nimaga o'rgatadi desa, copycat founder bo'lmaslikka. Copycat founder nima? Kimdir qildi, kopiyasini qilay. O'sha narsani magazin ochdimi, kimdir o'xshayaptimi, ikkinchi magazin ochay. Birodar, milliard narsa bor dunyoda, qiziq bo'ladigan muammolar bor, qilish kerak bo'lgan narsalar bor. Zero to one, 0 1 qiladigan asoschi bu. Yangi yarat nimadir, qil. Boshqa kimdir qilmaydigan narsa qil. O'sha-ku qiziq narsa. Первооткрыватель bo'l. O'sha Benjamin Franklin bo'l, Elon Musk bo'l, tam qanaqadir o'sha Edison bo'l, va hokazo bo'l, ha. U o'sha narsaga o'rgatadi-da. Juda ham bir kitob, chunki juda ham ko'p asoschilarni ko'raman, chunki founderlarni oqtaraman deyman-ku. Davay birgalikda qilamiz, davay sani qilamiz, qo'shilib menejment sifatida va hokazo. Постоянно gaplashganda men ko'raman, что o'zim qilaman. Nima qilasan? Xo'p, yangi muammoni yech. Nima qilasan? O'sha muammoni yechib, kooperatsiya qilib, ya'ni qanaqadir uslublar bilan yashirin sifatida kerak emas, u xato yo'l. Zero to one qil. Borib, bilmayman, rak kasalligini davola, masalan, o'sha haqida qayg'ur, medik bo'lsang. Uni kopiyasini qilmasdan, bilmayman, Amerikada qilishibdi, AI doktor masalan. U bor-ku, boshqa narsa qil. Masalanda. Ya'ni copycat founder bo'lmaslikka o'rgatadi. Zo'r e'tiqod, zo'r tushuncha, lekin nima uchun degan savol yoqda yo'q. Islom bilan bog'lash kerak hamma narsani. Endi meni fikrim bo'yicha, nima uchun hammasini Peter Thiel, Elon Musk chempion, krasavchik deb esda qolishlik uchunmi? O'sha narsaga o'rgatadi-da. Ya'ni завоеватель, Aleksandr Makedonskiy bo'lishi duxini beradi. Завоеватель bo'l, chempion bo'l, va hokazo, legacy qoldir. O'zingdan keyin nom qoldir. Yo'q. Islomni qo'shsa, o'zingni emas, jamiyatni, insonni Allohning roziligi uchun degan narsa bilan birgalikda o'qisa, zo'r foyda beradi. Xarakteri shakllanishiga ta'sir qiladimi shular? Siz mana bugun shakllanishingizda ta'sir qilgan omillar shu kitoblar juda katta ta'sir qildi. Nimaga? Chunki bundan oldin Lean Startup degan kitob ta'sir qilgan. Ya'ni har doim rivojlantirishda etapma-etap qilish. Bu kitob etapma-etap qilishni emas, yangi yo'nalishlarni, yangi bir qanaqadir loyihalarni qilishga o'rgatadi. Qarama-qarshi kitob. Maza qilasiz, o'qisangiz, ikkalasini. Lean Startup, yo'q, 0 dan 1 da qilish opasniy. Bu narsani qilish kerak emas. Klientlarni eshitish kerak. Har bir klient kichkina loyiha qildingmi, MVP. Klientlarni eshit, o'zgartir. Klientlarni eshit, o'zgartir. Klientlarni eshit, o'zgartir. Sekin iterativniy podxodga o'rgatadi. Mikro risklar, gipotezalar test qilish, nimadir o'xshadimi, ko'proq qil, yana eshit klientlarni. Klientlar bilan gaplashish KazDevni o'rgatadi. KazDev deydi-ku hamma. KazDevga o'rgatadi. Zero to one nima deydi? Qarama-qarshi gap. Sen klientlarni eshitib, hech qachon prujok qila olmaysan, lip qila olmaysan. Yangi narsa kashf qila olmaysan. Yangi narsa yarata olmaysan. Nimaga? Chunki klientlar o'zi bilmaydi nima xohlashligini degan narsa, qarama-qarshi narsa. Lean Startupni prям tsitsировать qiladi. Yo, bu ishlamaydigan podxod. Ishlaydigan podxod zapus qilingan narsalarda. Founderlar har doim zero to one bilan mana bu narsani balansini bilish kerak. Ishlab turgan narsalarni iterativniy podxod, katta risk qilma, o'zgartirma. Ishlab turgan bo'lsa, klientlarni eshitib o'zgartir. Zero to one bilan asoschi shug'ullanmasa, yangi yo'nalishlar paydo bo'lmaydi. Ya'ni kombinatsiyani o'rgatadi-da. Men shunday maza qilganman. Resurs cheklangan. Nimani chopasiz? Nimalar hayotingizga kirganda sразу nima yo'q. Nechachun nimaga ninadi degan hayotingizga, umringizga, vaqtingizga посягательство qiladigan shumlar ko'p. Atrofida energiyangizga salbiy jihat ta'sir qiladigan qanaqa insonlardan, qanaqa holatlardan qochasizki, yo'q, davayt men boshim qotiraman. Ukam batareya kam это nima yo'q, nechachun nimaga ninadi degan narsalar. Zo'r savol berdingiz. Kalendarimni mana shunaqa bo'lganman. Endi bu ham Silikon vodiysida mashhur bo'lgan metodologiya. Dushanba kuni boshqaruv. Вторник produkt.
sreda marketing, четверг external meetings, Friday culture bo'ldi. To'g'rimi? Kalendarim faqatgina mana shunaqa bo'lganman. Bugun uyg'onaman, dushanba kuni bilaman boshqaruv va sales kuni. Sales, produkt, marketing. Sales, produkt, marketing. Bugun payshanbami? Va Bugun qaysi kunga to'g'ri kelyapti? payshanba external meetings. Bu hozirgi ham o'shani bir qismi. Gap isboti bilan deydi-yu. Ya'ni payshanba kuni har doim external meetings. Endi неочередной qanaqadir narsa chiqib qolishi mumkin. Qiymati bor, lekin fixed mindset bilan emas, исключение qila olasiz. Lekin odatda kunma-kun bo'lib chiqqanman va payshanba kuni va bozor kuni, shanba kuni oila kuni, family day, bozor kuni opportunistik qilganman o'zimga. Ya'ni не планирую. Nimadir kelib qoldimi, 10 yil oldin gaplashgan bir qanaqadir kontakt, telefonlashaylik, mayli telefonlashaylik, gap yo'q. Lekin o'sha videniyaga to'g'ri kelmaydigan narsani hammasini chopish kerak ekan. Produkt visioningiz bor, ya'ni o'zingizni hayotingizni videniyingiz birinchi o'rinda, keyin professional videniyangizga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lmasa chopish kerak, defokus. To'g'ri keladigan narsani hammasini jalb qilish kerak. Endi uning ichidagi prioritetlarga qarab, resurs cheklangan, vaqt cheklangan. Men shunchalik ko'p savollarim borki, afsuski bularni berish uchun kamida bugun 4 soat vaqtimiz ketibdi. 40 soat bersam ham hali Steve Jobs kitobiga o'xshagan raspakovka bo'ladigan va bu gaplarni nima sifatida bitta lider ichki dunyosi, salohiyati, uni kalibri va yetimi cho'michga o'xshab har xil joyga kiritishga nimalar bor deganda qozonni tiqqanda kabi yondashishga harakat qildim. Afsuski resurs vaqt haqiqatdan cheklangan. Menda ham, sizda ham xohlaganimiz bilan. Bir hafta safarda bo'lganimiz bilan ham mana shuncha 3 soat yoki 4 soat siz bilan gaplashish imkonim bo'lmadi. Bugun kamerani hurmati, savollarning haq hurmati, boshqaning haq hurmati ko'p savollarni bermoqchi edim. Cheklanmadi. Bugun nima bo'lsa bo'lar ertaga-yu, men bugun bu mesajni beraman deb keldim, lekin shu savolni bermadingiz, ochmadingiz. Shu boshqa sohaga chaqilib ketdik degan joylarimiz ko'p qoldi. Bitta jihatim bu ko'rsatuv ichidagi eng qaysidir jihatini kapitalga investorlar psixologiyaga beramiz. Lekin shaxs sifatida bugun sizni boshqa ichki dunyoyingizni ochdim, balki bu boshqa ko'rsatuvi masallig'i sifatida bu go'shtni bu joyini oshga, bu joyini qozonqopga, bu joyini mastavaga, bu joyini sho'rvaga degandek bir qo'y so'ygandek so'yishga harakat qildim. Odamlarda savol to'g'ri keladiki, iymonni produktini boyaga aytgandek $1000 dan $10,000 bo'lgan joyga kirdik-ku, boshqa temaga ketdi. O'sha temani muhim sifatida shu joyga ozroq e'tibor qaratishga fokusingizni qaratsam. Men bo'ldi. Mana bu joylarni lirik отступленияларdan ketdik-da, yana qaytib keldik. $1000 bor. So what, keyingi etapni nima qilishim kerak? Ilovadan kirishim kerakmi? Offline showroomlar bormi? Way2ga o'xshab. Konsultantlar bormi? Pulimni olib mas'uliyat bilan bo'ldi. Mana shu yerga titudan yiqadi, tisuda hadi deydigan aida boru attention e'tiborni jalb qildingiz. Interest qiziqishimni orttirdingiz. Desire bo'ldi. Bu insonni ichki dunyosini kashf qilgandan keyin $1000 gap pulida emas, bismillahir-rohmanir-rohim. Shuncha narsa sababi bilan rizqdan mani rizqlantir, bularni barakasidan mani barakalantir desa, oxirgisi action zonasiga keldik. Mani $1000 qachon olasizlar, qandoq olasizlar? Gap pulida emas, men shu birinchi $1000 tikmoqchiman deydigan odamlarga keyingi call to actionlarni yoki bir yo'nalishlarni tavsiyalarni berib ketsak. Juda ham oson qilganmiz. Birinchisi ilova orqali. Kirasiz, o'rganasiz, pul kiritasiz, hammasi onlayn, mavjud. Oddiy investitsion vklad bo'ladimi, ko'chmas mulk bo'ladimi, biznes bo'ladimi? 3 ta yo'nalish. Hammasi oson, sodda. Ikkinchi yo'nalish telefon. Telefon qiling, ko'tarmasak boshqatdan telefon qilib, bog'lanib oxirigacha komandamiz 100 kishiga yaqin komanda bor, постоянный sotuvda. Sotuvda, call centerda hokazo. Aynan faqat sotuvda 100 kishi taxminan. Xo'p, va uchinchisi Oybekda ofisimiz mavjud. Iman Holding deb yozsa, kartaga chiqadi. Oybek metrodan 100 metr, juda yaqin. Shani targ'ibot malarni biznes sentrlar turadi o'sha. Oybek metro. O'sha yerda. Farmatsevtический ikkita universitetning o'rtasida, yaqinida. Demak, offline showroomlarga borib, joyda konsultantlar mana shu xotirjam kelganman, ko'rganman, palonchakani YouTube'dan eshitib, bu odam bilan tanishib,
birinchi Xotirjam Ali O'zbekistonda baribir klassический mishlenni bor. Shunaqa. Qo'lda taniydi, pul tikdi, mana bu yerda kassa olib qoldi, bank olib qoldi, uni yechib berish oladi. Bemalol. Kimdir qayerdadir chet regionda bo'lsa, regionalniy ofis ochyapmiz hozir. Regionalniy ofislar vodiyda ochamiz. Hozir faqat Toshkentda bor. Hozirgi kunda Toshkentda, lekin masalan telefon orqali bog'lanib, vodiyda bizning partnyor banklarimiz bor. O'sha kassa sifatida ishlatamiz ularni. Asaka Bank, SQB, Ipoteka Bank nuqtalarida bemalol pul kiritsa bo'ladi naqd ko'rishida. Va undan tashqari yaqinda O'zbekistonda birinchi xudo xolasa Islomiy bank filialini ham ochyapmiz. Shuni ustida ishlayapmiz. Joy tanlayapmiz. Maksimal tezroq harakat qilamiz. Hozir joy tanlayapmiz. Xudo xolasa balkim Centris Towers bilan birgalikda ishlaymiz inshaalloh. Shu yil oxiriga biz ochmoqchimiz уже. Hamma уже как qizil lentichka bilan qanaqadir front office bank filial sifatida уже eng asosiy bank filial sifatida xudo xolasa maqsad shu. Inshaalloh. Bugun suhbatda juda ko'p mavzularni ochdik, lekin juda ko'p mavzularni ocha olmadik. Qaysi mavzuni ochmadik? Qaysi mesej muhim bugungi suhbatimiz doirasida berishimiz kerak bo'lgan mesej? Endi yakuniy bir qanaqadir gap etsak, bilasizmi, mana ajoyib statistika bilan boshlayman. Shu bilan yakunlayman. Tasavvurga sig'maydigan bir statistika bor. Butun musulmon ummati, ya'ni butun musulmonlar 2 milliard musulmonlar hozir mavjud bo'lsa, ular Ramazon oyida to'layotgan zakot puli to'langanda edi. Zakot to'langanda edi. 4 trillion pul yig'ilgan bo'lar ekan. Dollarda. 4 trillion dollar pul yig'ilgan bo'lar ekan. Bu birinchisi. Endi ikkinchi taraflama, butun dunyoda beva bechoralar va ocharchilikdan o'layotgan odamlar почти desa bo'ladi. O'shalarni qiyin holatda tubdan hal qiladigan pul qiymati qancha kerak bo'ladi desa 200 milliard dollar ekan. Tasavvur qiling, bu degani zakot pullari necha foizi даже to'lanmayapti. 5% ham to'lanmayapti degani. To'lanib to'g'ri joylarga tarqatilganda edi, biz insoniyat sifatida ocharchilik, kambag'alchilik, yetmaslik muammosidan chiqqan bo'lardik. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu birinchidan achinarli statistika. Ikkinchidan bu juda ham bir meni ilhomlantiradigan raqam. Nimaga desa, biz to'g'ri qadamlar qilsak, to'g'ri qarorlar qabul qilsak, biz ishonsak, ishonch, shijoat nima beradi? Ishonch. Jamiyat sifatida, inson sifatida, oila sifatida bo'lgan ishonch kelajakka. Ishonch bo'lsa bizda biz hamma muammolarni yecha olamiz aslida. O'zbekiston bitta oila sifatida olsak, O'zbekistonda musulmonlar bitta birlashsa, bu degani mana shu jamiyatda o'zida ocharchilikda umuman tubdan yo'q qilishimiz mumkin. Boshqa muammolarda, sohalarda aytmayapman. Ya'ni meditsinada muammolarni qanday hal qilsak bo'ladi? U zakot pullari 2,5% musulmonlarda boyligidan 2,5% investitsiyalarga yo'naltirilsa, 5%, 10% odatda pullardan investitsiyaga yo'naltirilishi kerak. 10% yig'ilsa-chi, 4 trillion, 16 trillion bo'ladimi? Ya'ni jamiyatni yechimi, jamiyatni qutqarilishi, jamiyatni rivojlanishi, kambag'allar bo'lmasligi, beva-bechoralar bo'lmasligi, saxiy boylarning yanada ham boyroq bo'lishligi, birgalikda jamiyat rivojlanishi jamiyatni o'zini qo'lida-da. Bizlar nima to'sqin desa, o'sha ishonchsizlik, qo'rquv eng asosiy vrak deydi-ku. Odamlar qo'rqib o'sha nima deydi, ishonmasdan o'sha pullarni, особенно puldor insonlar, yaqinda chiqdi-ku, chirib ketgan 100 ming dollar. Ko'rmadingizmi? 100 ming dollar odam qayergadir yashirib qo'yib chirib ketibdi-da hammasi. Mana shunaqa tushuncha bilan qo'rqib yashasak, ishonmasdan yashasak, investitsiya qilmasdan,
Iman Investga emas, jamiyatga deyapman. V2 bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ha? O'sha narsani ushlab turgan nima olib keladi jamiyatga desa, jamiyatda o'zidan o'zi ekonomikada aylanmasdan rivojlanmaydi. Korxonalar, рабочий местаlar butun davlat sifatida Amerika bilan solishtirganda, boshqa davlat bilan solishtirganda bitta korxona ikkinchi korxonadan 1000 barobar kichkinaroq bo'ladi. Masalanda, chunki davlat ham korxonalardek. Iman bilan BlackRockni hozir masalan qilsa, sravnivать qilgandek, O'zbekiston bilan Amerikani nima deydi o'sha sravnivать qilgandek bo'lsa bo'ladida, ya'ni razmer sifatida, оборот sifatida, salohiyat sifatida, tovarlar chiqariladigan sifatida, o'sha nima deydi, tovar almashuvi sifatida masalan ularning tovarlari sifatliroq, tadbirkorlari kuchliroq, hokazo. Yani, kimni qo'lida desa, bizning qo'limizda. Faqatgina ichki bozorga qarasa. Shunga mana bu zakot, kichkina zakot statistikasi butun bir jamiyatni nima deydi, birlashib birgalikda rivojlantirishga ilhomlantiradigan statistika deb bilaman-da. Shunga men o'ylaymanki, albatta chuqur o'rganib, investitsiya salohiyatini, potensialni, ishonchni kuchaytirish kerak jamiyatimizda. Turkiyada masalan boshqa statistika 50% odam investor ekan. 50% odam investor, investitsion shotlari bor. Shunga ularning o'zini qarang, davlatiga muhabbatini, patriotizmini. Nimaga? Chunki 50% aholi o'zlarining kompaniyalariga pul tikib qo'ygan. Kimdir qurilishga, unga, bunga, bankka, yaqa-baqa. O'zlari qo'llab-quvvatlaydi. Tadbirkorlar jamiyatni, xalqni anusiga ishlaydi, foydasiga ishlaydi. Ya'ni bog'liqda jamiyat. Investitsiya bog'lantiradi, sherikchilik nima uchun investitsiyada, mudorabada, sherikchilikda baraka bog'lab qo'yadi-da. Jamiyatni bir-biriga manfaatdor qilib qo'yadi, bir-biriga muhabbatliroq qilib qo'yadi bir-biriga. Shunga men o'ylaymanki, Turkiya 50% bo'lsa, Amerikada 90% aholida investitsion shotlar bo'lsa, o'sha butun оборотida. Bizda bu qancha desa, bu 1%. 1%da bu masala. Bu achinarli holat. Nimaga? Chunki to'g'ri, birja, o'sha aksiyalar bozori rivojlanmagan, lekin biz alternativ sifatida mana shunaqa yechim berganmiz-ku. Iman, V2 va hokazo bir nechta kompaniyalar. O'sha kompaniyalarni ulushini kamida 5%, 10% qilaylik, birlashib. Kamida. Biz o'tib ketgandan keyin 50% bo'lsin, 100% bo'lsin, 70% bo'lsin, o'sha narsaga sababchi bo'laylik, hissa qo'shaylik. Kichkina summalardan. Zakot summasini olsak, $3000 dan 2,5% to'lanadimi? Masalan, eng kami minimalniy anusi nisobdan. O'sha masalan odam $3000 puli bo'lsa, uje значит zakot to'lash kerak, uje boy hisoblanadi. 2,5% zakot to'lash kerak, qolgan 7,5%ni investitsiya qilsin. Qancha u 7,5% qancha? $300 ham bo'lmaydi, ha? U $200 bo'lsin. $200 investor bo'lsa, yetadi o'sha. Bu taklif bor. Zo'r. Maqsad shu. Rustam aka, juda ko'p mavzularni gaplashdik, yana keldi savol. Qo'rquvlar haqida aytdingiz. Shaxsan Rustam aka, hozir yoshingiz nechida? 30 yoshda. Kirdim. Xudo xolisa, bugun Rustam aka o'sha orzuga, manzilga, maqsadga erishish yo'lida Iman Invest yoki Iman Holding asoschisi Rustam Rahmatov nimadan qo'rqadi? Loyiq bo'lmaslikdan. Alloh menga shuncha imkoniyat berdi, shuncha narsa berdi, shuncha mas'uliyat berdi. Alloh berdi-da mas'uliyatni. Loyiq bo'lmaslikdan qo'rqaman. Zo'r. Bugungi suhbatdan nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Yo'q, mazza qildim, Hasan aka. Har doimgidek mazza qildim. Nima eng o'zingizga kelgan vaqtingizga rozimisiz? Ko'nglingiz to'lgan jihati nima bo'ldi? Qaysi kutuv bilan keldingiz-ku? Qaysi kutuvingizdan ortiq ko'ngil to'ladigan, kutuvingiz to'lmagan jihatlarni? Yo'q, bilasizmi nimadan mazza qildim? Siz bozorda kelajakda rivojlanishini ko'rdingiz-da hozir. Xuddi aytdingiz-ku. Beeline keyin Paynet keldi. Beeline'da bosh og'rig'ini Paynet oldi. Chunki Beeline'da biznes emas, naqd pul qabul qilish.
Payme keldi, Paynetni bosh og'rig'ini oldi, chunki Paynetni biznesi emas to'lov qabul qilishlik, onlayn to'lov qabul qilishlik, offlayn uni biznesi. O'zini emas biznesini bu yoqqa berdi. Ya'ni siklichniy biznesda rivojlanishi Paynet orqasida Beeline turibdi tak. Manfaatdormi? Manfaatdor. Payme'ni orqasida Paynet turibdi. Kam odamlar bilishadi bu narsani. Telefoningizga to'laganingizda, gazingizga to'laganda, hokazo to'lovlar bo'lganda Paynet hammasini kontrol qiladi. Masalan, ya'ni bitta biznes ikkinchi biznesini xuddi matryoshkadaqa, chunki biznesda juda siz to'g'ri aytdingiz, fokusi muhim. Juda fokusi muhim. Shunga bu yoqda bank bozoridan keladigan qurilish bozori. Qurilish bozoridan kelgandan keyin bu yoqda investitsiya bozori bir-biri bilan bog'liqligini ko'rdingizda. Shunga men o'ylaymanki, o'sha ko'ra bila olish kelajakda nima bo'ladiganini yiju понятно deydi-ku. Ясный narsani ko'rganingizni, bilganingizni va ommaga tushuntirganligingizni eshitib maza qildim shundan bugun. Va kelajakda ko'ra oladigan, ko'p uzoqda ko'ra oladigan odam qo'rqmaydi kelajakdan, biladi. Qanaqadir narsalarni tezroq qabul qiladi. Shu. Va bu nimaga olib keladi desa, jamiyat tezroq rivojlanadi. Xuddi shu zakot sifatida aytgandek, kelajakda yaxshiroq ko'rsa, tezroq yuradida, kelajakka qarab. Har bir odam o'zi uchun olingan zavq jihatlari bor. O'tga ketgan vaqtimiz, harakatimiz, xarajatimiz yoki bir shijoatimiz haq hurmati nimadir biza manfaatli ilm oldikmi, bahramand bo'ldikmi degan savolda albatta o'zimiz ham dunyo qarashimiz kengaydi. O'zimizdan yoshi katta bo'lsin, yoshi kichik bo'lsin, mana biza 48 ga kirgan bo'lsak, 30 yosh bo'lsa-da, hali fantastika kinolardagi uzoqni ko'radigan trendsetterlar bor. O'sha ledakol inson sifatida ichki dunyosini kashf qilib, o'zimiz ilhomlanib, o'zimiz ruhlanadigan mana shaxs bilan suhbatidan zavq oldim. Bugungi sizni, bizani, bularni hozirgi mavqeimiz, holatimiz, natijalarimiz bu kecha qabul qilgan qarorlarimiz natijasi. Ertaga qayerda bo'lishimiz bugun qabul qiladigan qarorlarimizga bog'liq. Qarorlarimiz esa kim bilan suhbatdosh bo'ldik, qaysi kitoblarni o'qidik, fokusimizni, umrimizni, cheklangan resursimizni qaysi narsaga qaratganimizdan juda bog'liq. Men o'ylaymanki, har bir insonning o'sha boya tashqi dunyosi ichki dunyosini aksidir. Ichki dunyosi esa uni qaysi insonlarga yaqin yurishi, qaysi kontentlardan oziqlanishi va qaysi maqsad sari bu resursni yo'naltirishiga bog'liq. Siz azizlar bugungi suhbatdan nimadan ko'yingiz to'ldi, nimadan ko'yingiz to'lmadi, qaysi masalaning qirralarini ochganimiz sizga manzur keldi, qaysi narsaga ketgan harakatimiz zoye ketdi deb bilasiz, bemalol izohlarda bugungi ko'rsatuv haqidagi fikringizni yozib qoldiringlar. Rustam aka, Iman Investga Hasan aka tomonidan berilmagan savol. Albatta keyingi suhbatlarda Iman Invest asoschisi Rustam aka Iman Holding yoki Iman Valley loyihasi asoschisi sifatida boshqa insonlar bilan suhbatda mavzuni man bu yo bu jihatlarga bir nima deydi, aniqlik kiriting, ochib bering degan savollarni, takliflarni, tavsiyalarni bering. Agar ichki dunyoyingiz ruhlanib ketgan vaqtingizga, megabaytingizga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, qaysidir do'stlaringizga, yaqinlaringizga, oila ahligizga, farzandlaringizga shunaqa ichki dunyosi boy inson bo'lishi uchun bu suhbatni munosib deb bilsangiz, bemalol YouTube algoritmiga asosan bizning loyihamizni ijobiy loyihamiz ko'pchilikka manzur bo'lishi uchun albatta podelиться knopkasini bosib yaqinlaringizga ulashing, loyiha rivojiga hissa qo'shing. YouTube'ga like, dislike, kommentariy, podelиться, подписаться, колокольчик yoqadi. Va nafaqat YouTube'ga, bu bizga ham, Rustam akamga ham, loyihamizga yoqadi. Bir narsa desangchi, qara jon kuydirishini deb, men hali bitta iboram bor. Kelganda ochmasang, ochganda kelmaydi. Kelib qoldilar, maza qilib ochdim. Mani ko'nglim to'lmadi bugun. Ko'p savollarni bera olmadim. Mana shular hammasi aslida savol edi. Bu suhbatimizdan samimiy tavsiyam Steve Jobs'ning kitobini Isaacson yozgan. Shu ichki dunyosini kashf qilganmiz, boya xulqlandik, ruhlandik,
xarakterimiz, dunyoqarashimiz har bir joydagi haligi nonni murabboga botirsa ta'mi kelgandek shakllanganini bir ichki dunyosini kashf qilishga harakat qildim. Shaxsan o'zim kitobimni chop etishda hissa qo'shgan Ijod nashr. Ularga balkim bu videoni men tavsiya qilaman. O'shani kitob qilib Iman Invest asoschi sifatida Asnovatel degan kitob bilan nimalar bilan bersak va bular Iman Investga kelgan har bir investorga bittadan kitob hadya qilsalar, o'ylaymanki eng zo'r dividend va eng zo'r kompliment bo'ladi. Bu boyagi narsa o'zini outsourcer, o'zini ishini qiladigan odamlar uchun tayyor raspakovka qilindi. Tayyor bugungi kunda liderlar natsiyasi millati shakllanish uchun bugun Shakmal Fayziyevga o'xshagan, Rustam Rahmatovga o'xshagan, Murod Nazarovga o'xshagan, Zafar Hoshimovga o'xshagan qahramonlar yangi zamon qahramonlari bo'lish uchun eng yaxshi yechim bo'ladi. Samimiy tavsiya qilaman sizni do'stingiz, akangiz, eng yaqiningiz, yo'l loyihangizdagi partnyoringiz yoki sherigingiz bo'lsa, bu ichki dunyolarni, insonlarning hayotini o'zgartirishiga bo'lgan valyusi, hissasi, qadri baland bo'ladi. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa, ba'zi azizlar salomat bo'ling. Rustam aka, salomat bo'ling. Sizga rahmat.